Assalomu alaykum aziz YouTube shaydolari. Kecha bizga yangi partiya gullarimiz kelgan. Har xil sanseveriyalar 1 2 3 4 5 6 7 xil sortda pomidorlarimiz kelgan. Maktab, ofis xonadonlarimiz uchun dratsinalar joni baquvvat. Zamiya kulkaslarni ko'ki, qorasi 2 xil razmerda. Keyin pomidorlarimiz anchagina kattagina razmerda xohlovchilarga peresadga qilib beriladi. Keyin o'rilgan bambuqlarimizdan ham kelgan. Ular ofislar uchun juda chiroyli turadi. O'lmaydigan gullardan. Bunaqa dratsinalarimiz ham bor. Mana holatlari juda ajoyib va chiroyli. Maktab va xonadonlar uchun fikus mramorni juda ham chiroyli sortlaridan kratonlarimiz, barglari qip-qizil. Mana issiqlikni va spreyni sevuvchi gullarimiz. Noyob gullardan antiurum qora bargli. Barglari hozir kichkina, keyin rosa kattayib ketadi. Keyin aglonemalarimiz bor, madonna, strelitsalarimiz bor, 4-5 kustli. Bular bananga o'xshab barglari chiroyli, katta bo'lib ketadi. Beozor bilan boqish juda ham oson. Hammasi beor gullar. Sovg'a va podarkalar uchun mana spatfilm 2 taligi bor, petiltivayda. Buni shunchaki ostiga suv solib qo'yasiz, uzabreniali. Ko'chirish ham shart emas. Gullar o'zi tortuvayni yaxshi ko'radi. Katta ofislar uchun mana chiroyli ko'k bargli dratsinalarimiz bor. Noyob gullarga qiziqadiganlar uchun mana yangi sort filodendronlar kongovar, klubnishniy sheyk. Bu klubnishniy sheykning sariq variantlisi. Antiurum hukiri variegatli, bu ham noyob sortlardan, juda joni baquvvat, injiqlik qiladi. Qizil gulli antiurumlarga o'xshab tez qurib qolmaydi. Bular hammasi adaptatsiyadan o'tgan antiurumlar. Keyin mana katta defin baxyamiz bor. Buni baquvvatligini qaranglar. Bular Xitoy, lekin joni baquvvat yaxshi gullardan. Singoniumlarimiz juda chiroyli bo'ladigan. Mana bargning chiroyliligini qaranglar. Mana shunaqa bo'ladi. Bundan sanoqli qolgan 4 donami, 5 dona qolgan shoshilamiz zakaz qilishga. Ko'pchiligi kecha o'zi bron bo'lgan. Gulimiz kecha kelishi bilan sotilib ketdi. Aglonema pattayamiz, bu ham Xitoy, bu ham kecha kelishi bilan sotilib ketdi. Filodendronning boshqacha sortlari bor. Mana barglari yirik bo'ladigan. Yangi barg ochdi o'zimizda turib. Mana bu birinchi bargi, bu ikkinchi bargi. Keyin joni baquvvat Aspilium Cobra papirtliklar oilasiga kiradi. Ham juda chiroyli. Xohlovchilarga mana har xil detkalarimiz bor. Bizda noyob gullar ko'p. Bu kratonlarimiz Gollandiya alohida ekilgan. Adaptatsiyadan o'tib yangi barglar chiqaryapti. Xullas, mana katta dratsinalarimiz, bu ham ofislar uchun, mehmonxonalar uchun, o'zimizni uydagi mehmonxonalar uchun ham mehmon kutadigan. Bu Defenbachia banana rosa gigant chiroyli bo'ladigan sort. Adaptatsiyadan o'tib turibdi. Ancha bo'lgan kelganiga 3 ta 4 ta barg yozdi. Menga 2 ta 3 ta barg bilan kelgan. Defenbachiadan yana bittasi bor. Bu ham joni baquvvat. Bu menimcha bittasi bo'linadi kecha, chunki so'rashayotganda bo'lib bering deb. Doimiy mijozlarimizga kelishsa, shunaqa 2 ta 3 ta odamga bo'lib arzonlashtirib beramiz. Bu Alakazia Akinava, bu уже sotilgan. Bular o'zimning gullarim ba'zilari. O'zim alakaziyalarni sevaman. Mana Singonium fragrans yangi barglar ochyapti. Kuslari ham mana 2 tadan uzun bo'lib ketgan. Bunaqa gullarimiz ham, singoniumlarimiz ham bor. Bular hali kechagi
abiddan keyin bugun nasib bo'lsa inshaalloh abiddan keyin kechga yaqin salqin payti hasharotlarga qarshi обработка qilaman. Men qo'limga kelgan har bitta gulni обработка qilaman. Chunki baribir parnikdan uzoqdan kelgan gullar. Bular уже kecha hammasi bron bo'lib qoldi. Pinnatum white. Mana bu katta varianti. Bu o'zimniki. Bu yangi Xitoydan kelgan varianti. Telegram kanalimizga kirsangizlar, hammasini narxlari bilan tashab qo'yganman. Bu yerdagi ko'pchilik gullarimiz bron bo'lgan. Mana Antirum Hukerini, qora barglini, bargini kattaligini qaranglar. 40 cm, 50 cm keladi. Noyob sanseveriyalardan mana Masoniymi? Shunaqa edi nomi adashmasam. Faqat gruntini alishtirib yuborish kerak. Simboniumlarimiz chiroylilari bor. Buni usti barxitli bo'ladi. Duxoba deyishadi. Xullas, bular Exinanthus qizil ochiladigan. Bunisi rossa beozor. Otib yorsangiz ham o'lmaydigani. Keyin mana bunaqa noyob, juda ham chiroyli gulimiz keldi. Bir-biridan chiroyli gullarimiz. Telegramga ulanib olsangizlar, hammasini narxlari bor. Parvarish haqida ham ma'lumotlar berib boraman. Bemalol so'rashlaringiz mumkin. Bu ham yangi kelgan Syngonium Milk Confetti Double Barrelmi? Xullas buni 3-4 ta xil nom bilan nomlashadi. Buni tayskiy sorti bor. Mana shunaqa holatdagisi rosa qimmat turadi tayskiy. $150 turardi adashmasam. Mana kratonlarimiz bular Gollandiya, hammasi ko'chirilgan yangi gruntga va adaptatsiyadan o'tdi adaptatsiyadan. Mana bunaqa chiroyli xoyalarimiz keldi. Bularni o'zi aslida ko'pincha cherenok qilaman, chunki bular qimmat gullar. Kolleksiya yig'uvchilar uchun arzonlashtirib, hamyonbop qilib cherenok qilib beraman ko'p gullarni. Buni mana svetanoslari, gulg'unchalari ham bor. Endi buni gullab bo'lgandan keyin kesamiz. Bu ham xoya bargi qizaradigan. Kuzda, bahorda qip-qizil bo'ladi bargi. Bundan ham detkalar qilib beraman. O'zi ham butun sotiladi. Bu yerda detkachalarimiz, ichkarida yana to'la. Bular hammasi adaptatsiyadan o'tib turgan noyob kaktuslarimiz ham. Bu onali xoyam, buni mana bechorani kesib ko'pchilikka cherinka qilib berganman arzon variantda. Bunisi boshqacha, yirik qattiq bargli. Bu endi onalikka qo'ygani, lekin usullari yaxshi. Bundan ham topiladi bitta-ikkita. Xullas bemalol tepani ko'rsatmoqman. Ichkarida ham bir talay noyob gullarim bor. Bu xoyamiz ham yangi keldi. Juda ham chiroyli, qimmatbaho. Ichkarida ham bir talay noyob gullarim ko'p. Bemalol xabarlashsangizlar bo'ladi. Kimga qanaqa cherenok detka kerak bo'lsa, zakazga qilib beraman, agar nalichi qo'limda bo'lmasa. Sog' salomat bo'linglar.